Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli Turk dunyosi va bilxusus Turkistoni Junubi. Mening bilishimcha, mening fikrimcha Rajab Tayyip Erdo'g'an hech vaqt bunday bejob bo'lmas ishni qilmaydi. Rajab Tayyipga ham inson kerak va kuchi quvvati bo'lsin, bir ozgina siyosati bo'lsin, ish qilgan bo'lsin. O'zbekligi uchun bizlar nizom, qo'mondon nizomni yomon demaymiz. Hammasi o'z joyida. Ammo o'zlaringiz bilasizlaringizki, mana bu yozgan kishilar nima deb yozibdi? Tavba tavba, Nizomboy bir ozgina sharm u hayo qilgin. Agar marshal do'stim bo'lmasa edi, ki seni po'qingdi Ashraf G'ani mozorda chiqarqich edi. Isiga seni po'qingdi sosig'iga dunyoga turib bo'lmag'ich bo'lib qolgich edi. Ya'ni bu banda nizom bir ozroq sharm qilsin. Sharm qilish kerak. Do'stim sharobi bo'lsin, zoni bo'lsin, Akbarboyning ustiga chiqqan bo'lsin, ya eshchini qari chindirini ustiga chiqqan bo'lsin, do'stimni yiti ham shundan yaxshi. O'zlaringizga ma'lumki, Turkistoni Junubining millati hukumatni afsarlarini po'qini jug'ichadi. Tarixni o'qib ko'ragar azroq. Oy o'zbeklar, tarix o'qigar, tarixni o'qib ko'ragar. O'zbeklarni fojga olmoqchi uyiga bolalarini po'qini judirgichadi. Va ko'p o'zbeklar afg'onlarni uyiga qozon tabog'ini, palovini pishirgichadi. Hattoki ayollari bilan qanday bir shak qilgan bolalarini axta qilib taylagan, yana o'zbeklarni yangi yetishgan yigitlarini saymansablar axta qilib taylagan. Taki meni uyimga tursin va ustiga chiqa olmasin deb. Har hol do'stimga aytolmaysizlaring. Men do'stimga tarafdor emasman. Do'stimning nonini yeganim yo'q. Do'stimdan bir rupiya olganim yo'q. Do'stim o'zi bir podshoh edi. Ammo haqdan o'tmagar. Nima farsiga, dari tiliga bir she'r keladi, aytadi: "Chashm agar haq bin naboshat, ko'rbudan behtar ast. Gar zaban haq go naboshat, lolbudan behtar ast" deydi. Yana agar tillaring haq gap gaplamasa va gung bo'lish betar, yana lolbudan betar ast, yana gung bo'lmoq betar. Gar ko'zlaring haqni ko'rmasa, ko'r bo'lsalaring betar. Do'stimni qadri qimmatini bilagar.
Gosala gav meşa, cigaram khun meşa. Oy Nizamuddin gav. Sen dostum bolasan o köp gap ötedi. Yani takabbur bolmasın. Dostumda bunday neçe kanca kumandanları var. Dostumni dünya tanıydı. Baharhal men aytib ötdim ki xiyal qilmagar ki hamma dostumdan paysa algan bolsa o Afganistan'da bazılarida özünü sotqich bolsa tashqarida turganlar sizlarga ko'mak qilgan. Ama bazı o'zbeklarimiz ham boshqalardayin tuzsizlardan vaqtiga qaraydi, vaqtlaringa qaramagar, bir bo'lib turgar, do'stimning qadri qimmatini bilgar. Bunday bu tentak kim? Sen ana shu odamsanki o'zingni asray olmading. Do'stim mard. Do'stim degan odam yo'q. Alloh taolo do'stimga kuch quvvat bersin. Turkistonni erkin qilsin. Amma bir zamonasida Turkistonni erkin qilgich vaqti edi. Amma Benazir bilan Navoz Sharifning gapini olmadi. İslamabad Pakistan'da hazır hem dostumның atiga bir qasri var. Bana mı dostum meşhur. Qasri dostum deydi. Baharhal qadrlaringni bilger, dostum var, sizler var. At gulmuqqa oynaydı. Hala mına şu talibler hem Afganlar bazı taliblerge bir azırak kudret berip koyuptu. Dostumni kuchi quvvatidan at gulmuqqa oynaydı. Dostum var, sizler var. Mana bu jahildan nima soz bo'ladi? Pat dedi bunday bo'ldi. Tentek. Sen aram o'ltiraqi. Gapleş gapingni bilmesen ondan deydi o ağızdan osurgan köt yaxshi deydi. Amramne bir sızıp tek men bunday qildim. Shulam gapmi? Rasul Palavonni shahid qilgan ana Malik degan bir kuntabatchi birodari natanisini o'ltirdi. Agar Malik inson bo'lsa edi, Masudni qaptaliga borg'ichi edimi? Masudni qabatiga bordi dag'in muncha o'zbeklarni favjini bo'lib tayladi. Baharhal qadri zarra zargar medana deydi. Dostumning qadrini o odamlar bilsinki, O'zbekdan bir saymansa bir katta Kabulda bor edimi? Sizlar hech arti darvozasini bir kattani darvozasini boshqa borib ko'rmadilaringmi? Do'stim chiqdi, ma'un bo'ldi, o'zi podsha bo'ldi.